Gullarim so'lim negativlarga qaysidir qo'lim. Sochlariga osilsin, tog'tagida bosilsin, viruslarga yo'liqsin. Meni aldagan qizlar. Qizlar haqida hammomda o'yiz qolganda aytasiz, hozir uyda obzorni qilasiz. Hoji akalar uchun ikkinchisiga ikkinchi etajdan 144 mingga 62 kvadratga ega bo'lgan Mirobod tumanidagi o'z makon loyihasidan tayyor papkulch uylarni sizlar uchun topib qo'yganmiz. Bu uyimizni obzorini ko'rsatib boraman. Kirishinglarda mana chap qo'lda 2 kishilik katta spanli bu yerda xohlagan ishinglarni qilishinglar mumkin, chunki hamma sharoit mavjud. Bu yerdan shunday chiqishinglarga mana uzoqqa bormaysizlarda, sanuzel hamma narsasi jihozlari bilan tayyor holatda qilingan. Va yana sekin chiqib kelasizlarda, bu tomonda agar bola chaqalari bo'lsa, mana 2 kishilik yotoqxona bolalar uchun ham tayyor sharoitda shkaflari, partalari bilan birga qilingan uy kirib yashashga tayyor. Bu yoqqa odam bormi? Mana bu yoqda kirishinglar, ko'rishinglar mumkin. Yumshoq mebellarimiz qilingan va balkonda ajoyib hamma texnikalari bilan birga oshxonalarimiz tayyor yashash uchun kirib, bu yerda xohlagan narsalarni pishirib yashasanglar bo'ladi. Pastdagi raqamga telefon qilasizlar. Mana shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bor klientingizni ham yo'q qilib sovut beradigan xizmat ochganmiz. Toshkentda Mirobod tumanining barcha uylarini mutlaqo bepulga ukaxonimiz bugundan boshlab chayishni boshlaganlar. Buni barcha mirobodliklarga jo'natib qo'yamiz.